Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Tuzimizlar, ro'zalardan charchamayapsizlarmi? Hammani kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Xudo xolasa navbatdagi darvozamiz bu. Eski darvoza xullas. Bo'yi 336, 340larga darvozaxonaga bemalol tushadi. Yana 370 4 metrli darvozaxonalarga bemalol tushaveradi, yonida kalitkasi bilan. Yo 370 bo'ladigan bo'lsa, yana o'sha darvozaxonalarga bemalol tushadi. Endi 5-6 sm raziyasi hech nima qilmaydi, chunki o'sha joyga lis qo'yib berilaveradi. Bu darvozamiz o'sha eski darvozalardan, bir 5-6 yil oldinga qurilgan darvozalardan. Bir strashniy chirigan joylari yo'q, kraskalari ham yaxshi turibdi. O'sha birinchi eski chiqqan Hammer kraskalardan sepilgan. Materiali anchagina qalin materialdan bo'lgan. Agar xohlasa masjidlarga gullar, chaspaklar qo'yib berilaveradi, yangi zamonaviy qilib. Bir strashniy chirigan yoki bir zanglab ketgan joylari yo'q. Rangi o'zi shunaqa buni. Bir 370 bo'ladigan bo'lsa, bo'yi 340. Bir 12 kvadratcha bo'lib qoladi. Bu darvozamizda o'sha 7,5 millionga birorta joyga o'sha kraskalab, hamma yog'ini cho'tka qilib, yondorlarini qo'yib 7,5 million so'mga o'rnatib beramiz. Endi bu darvoza o'zi qalin materialdan ham daraxtlamaydi uncha-munchaga. Pechat listlar ham 650 700 mingdan bo'lyapti kvadrati. O'zi bitta pechat ham o'rtacha 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, darvozaxona 6 million 7 millionga tushib qoladi. Qo'pol qilib aytganda o'sha pechat listdan o'lsa o'ligi ortiq darvoza. Anchagina og'ir darvoza. Mana bu yoqda ot eshigi. Anchagina baquvvat darvoza. Agar xohlasa rangini o'zgartirib, o'sha mokriy asfaltga bor trenddagi rangdan qilib beraveramiz. Xohlasa mana bo'sh joylariga o'sha yangi chaspak yoki gullardan qilib yoki 2 qavat shumkali qilib beraveramiz. Narxiga qarab o'sha agar dastavka uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, u kelishiladi. Orqa tomonlari ham yaxshi holatda turibdi buni. Agar birortasiga shunday darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, arzonroq aloqaga chiqaverasizlar, hamma yo'g'ini kelishib borib o'rnatib beramiz. Iloji bo'lsa o'sha darvoza qildiraman, eskiroq bo'lsa ham baquvvat